Assalomu alaykum. Men Ojina 27 yoshdaman. Bu sho'xgina qizim E'zoza, o'zimning kichkina nusxam. Hozirda Buyuk Britaniyada yashaymiz. Doim aytasiz, otasini ham ko'rsatsangizchi, yo'q, u inson kamerani yoqtirmaydilar. Ruxsat yo'q dedi, xullas, kontentdan chetda qolganlar. Erim PhD o'qiydilar, magistraturadan keyingi bosqich. Shu sababli bu yerga ko'chib kelganmiz. 2 farzandimiz bor. Ular ham menga o'xshab spokойный, doim bir joyda o'tirishadi. Lekin ko'zingizni olib qochsangiz, nimadir qilib bo'lishgan bo'ladi. Qanday uddalashadi o'zlarigina bilishadi. Milliy kiyimlarimni o'zim bilan olib kelganman. Hali hamon pochta orqali ham keltiraman. Asli navoiylikman, farmatsevtikani bitirganman. Erim zamdekanim bo'lganlar. Men esa stars edim. Qisqasi universitet love story bo'lgan bizda. Keyincha ota-onamni to'yga zo'rg'a ko'ndirganlar. Navoiydan Toshkentga, Toshkentdan esa Buyuk Britaniyaga ketib qolgan qizman. Erim Toshkentda katta bo'lganlar. Adajon xorazmliklar, Oyjon toshkentliklar. Qisqasi har kim o'z baxtini uzoqlardan topgan. Profilimda samimiylik, o'zbekona ruh, hazil, sog'inch hammasi bor. Podpiska bosishni esingizdan chiqarmang. Like ham bosing chunki men bilan zerikmaysiz degan umiddaman. Agar ozgina bo'lsa ham qalbingizga milliylik ruhni singdira olgan bo'lsam yoki ich-ichingizdan ha, bu bizni faxrimiz degan bo'lsangiz, like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Angliyadan hammalaringiz sog'inchli va o'zbekona salomlar bo'lsin.